Bu videom O'zbekiston Respublikasida ustiga forma kiyib yurgan ichki ishlar xodimlari uchun. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardorbek. Azizlar, bu videodan qilishimdan maqsad bu videom O'zbekiston Respublikasida ustiga forma kiyib yurgan ichki ishlar xodimlari uchun. Hurmatli ichki ishlar xodimlari, ro'za Ramazon oyida shu chiqib turgan akamizni kartalariga o'z qo'llarini kelgancha yordamlarini ayamanglar. Bu akamiz Farg'ona viloyati, Farg'ona shaharida ichki ishlarda ishlab kelgan. Shu zabolezniy bo'lib, shu pensiya qilib chiqarishgan. Hozirda shu akamizni ikki pochkalari qurib bo'lgan. Dializlarga pul ketyapti. Shu O'zbekiston Respublikamizda, qolaversa Farg'onada shu forma kiyib yurgan ichki ishlar xodimlari kimi qanaqa ehsonlari bo'lsa, shu akamizga yordam beraylik. Ehsonni mukofoti ehsondir. Sizlardan iltimos qilib qolaman. Azizlar, ota-onasi, onasi juda ham qiynalib, har kuni bir haftada 3 marta dializ olishyapti. Hech kimning boshiga tushmasin. Shunaqa paytimizda safdorlar, safimizdagi shunaqa insonlar bilinadi. Hammamiz bir yoqadan bosh chiqarsak yaxshi bo'ladi. Akalar, shu chiqib turgan karta raqamlari, telefon raqamlarini ham qoldiraman. Shohrux Mirzo bo'ladi. Ismlari o'zi quvalik. Ona shaharda ichki ishlarda ishlagan Shohrux Mirzo bo'ladi. Taniganlar bo'lsa, shu chiqib turgan videodagi akamiz bo'ladi. Kimi qanaqa ehsoni bo'lsa, qani o'zimiz ko'rsataylik-chi. Qachondan beri mana? 17-fevraldan beri o'qis og'rib qoldi. Apparatga tushsak ko'p yurgan qurib qoldi. O'shani eshitganimda shokka tushib qoldim. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Davolatyapmiz endi. Buyrak qo'ydirish kerak ekan. Dializga ham olib boryapmiz. Pul ketib qolayotgandi. Bitta nimasi borganda qancha pul ketib qoladi endi? Asha, men uni bir qo'yishdi, yaxshi o'ynashmagan ekan, istamay chiqib har kuni skori chaqirdik. Qiynalib ketdi bola. Yana olib borib boshqatdan Farg'onani eksternida qo'ydirib yangilatib nima qildik. Asha istamadan beri holi yana og'irlashdi. Katta bu farzandingizmi? Bu uchinchi farzandim. Bu ishlab yurardi soppa sog'lom. Ishdan qolsa hech kimga kerak emas ekan. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Allohim nima qilib siqilgan. Bizi xalqimiz shunaqa ehson, Xudo xolasa shu Rossiyada, qolaversa shu O'zbekistonda yurgan aka-ukalarimiz bor. Shular bir yoqdan bosh chiqarib, inshaalloh Xudo xolasa rahmat, hammaga berib ketyapti qo'ldan kelgancha tushirish. Bunaqa holatga hech ham tushmagan edik biz. Soppa sog'lom ishlab yurgan bola. Boshqarmalarga ham bordim. Yordam so'rab, hech kim yordam bermayapti. O'zimiz qiynalib ketdik. Biz ham oilachi odammiz. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Qo'lingizdan hech narsa kelmasa endi Alloh o'z shifosini bersin. Ko'pchilik mayli endi hammadan iltimos qilaman, qo'ldan kelgancha yordam bersin. Yordam bermagani duo qilsin iloyim. Yaxshi bo'ldi. Men endi gapim yo'q, endi o'zimiz shu ichki ishlardan yordam so'radim. Hali birortasi natija yo'q, yordam berishdan hammasi o'zini qochyapti hozir. Shu ishda ishladim, shu ishda bo'ldi, hamma yo'q. Undan oldin sog'lom kirganman ishga. Sog'lom bola hech kim yordam beradi demas ekan. Necha yil ishladingiz ichki ishlarda? 6 yil ishladim. 6 yil ishladingiz. Hozir mahallalardan ham mahalla raislari kirishdimi? Ha, kiryapti. Ha, eshitishgan. Yordam qilyapti mahallalar. Mahalla raisi misol hokimiyat tomonidan bir yordam pullari hali hokimiyat tomonidan berilgan yo'q.
hokimiyat tomonidan hali bir nimasini ajratgani yo'q hokimiyat tomonidan. Shu sizni ko'rib turgan musofirda qolaversa O'zbekistonda yurgan yurtdoshlarimizga qanaqa gapingiz bor aka? Shu hammasi yordam berayotganlarga rahmat aytaman. Shu Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Aka tashlashyapti. Endi kimlar bilmaymiz. Tushyapti, plastinga tushyapti. Rahmat hammasiga. Xudo xolasa biz ham qaytaramiz yaxshi niyatlarda. Ilohim.